ishtirokchi 1 million so'm uchun kurash olib borishadi. Ishtirokchilarni 2 guruhga bo'lib olamiz. Birinchi guruhdagi ishtirokchilar sheriklarini nechta katak yurishlarini aniqlab berishadi. Birinchi ishtirokchimiz 6 5 raqam tushdi. Eng so'nggi ishtirokchimiz. Zo'r, 5 daqiqa ishlaydi. Yana bir ishtirokchimiz. 6 daqiqa. Qani ko'ramiz, oxirgi raqam tushadimi yoki yo'q. Juda ham ajoyib, 5 raqami. 5 raqam. 5 qadam bo'lsa ishtirokchimiz. Şuraydı bir. 3 raqam. Qani ko'ramiz, yana kim 6 raqamni tushira oladi. Ko'ramiz 6 raqamni tushirsa yoki 4 raqam. 5. Bonus oldilar. Ciddi qaramış. Tut. Turda. 5 raqam tushdi. 4 ta qadam bo'lsa. Bonus oldilar. 5 raqam tushdi. 5 tushdi, 5 tushdi. Ya bitta yuring, 5. 4 tushdi 5. 5 tushdi. Ya bir yuradi. Qani ko'ramiz. 3 raqam tushadi. Afsuski 6 yaxshi. Faqat 6 raqam tushdi. Bonus kim oladi? 6 raqam tushdi. 5. To'rtta qadam bosadilar. 1 2 3 4. Qani ko'ramiz. Doim raqam tushadi. 5 1 2 ko'ramiz. 6 raqamni tushirasizmi yoki yo'q? Qani ko'ramiz. Olmasa hech kelasan shaka. Nima qilasiz? Ertalabda qani ko'ramiz. Nechdan? Bo'ldi endi bak 3 marta qildim. Aylantiraverma. Bu 5 qadam bosadi. Hojakbar. 1 2 3 4 5 juda ham ajoyib. 6 ta turamiz. Juda ham ajoyib. 6 qadam bosadi.
Yana bir 6 raqam ustida o'zi yutuqqa yaqinlashib qoladi. Qo'llab turamiz. Ajoyib! 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 1 2 3 4 5 3 qadam. 1 2 3 Sardorbek Yillikning bonusi bor. 4 qadam. 1 2 3 4. Yana balas. Juda yaxshi. 1 2 3 4 5 balas ekan. 3 qadam bosdilar. 1 2 3 yana joyi. Eng ishtirokchimiz Yusuf. 6 qadam bosdilar. 6 qadam bosdilar. Oxirgi g'olibimiz kim birinchi kelamiz qolgan ishtirokchimiz o'yinni mutlaq tark etishadi. Bir kishi yutadi xolos bu o'yinimizda. Qani ko'ramiz. 3 qadam bosing. 1 2 3 balki bu so'nggi ishtirokchimiz bo'lishi. Oxirgi imkoniyat. Yetishdan qat'iy nazar. Qani ko'ramiz. 2 Hojat Afsuski qolgan ishtirokchilarimiz bilan o'yinda xayrlashamiz. Ishtirokchilarimiz o'z bonuslarini qo'lga kiritishdi, lekin o'yinni tark etishdi. Bonuslarni qo'llariga topshiraman. Ishtirokchilarimiz doira atrofida to'pni bir-biriga uzatishadi va stop so'zidan keyin ko'p to'p kimning qo'lida qolsa, o'sha ishtirokchiga bir marotaba savatga to'p tushirishga imkoniyat beramiz. Tushira olishmasa o'yinni mutlaq tark etishadi. 1 2 3 boshladi. Stop. Bir marotaba imkoniyat beramiz. Agar savatga to'p tushmasa, o'yinni mutlaq tark etadi. Kuzatib turamiz, qo'llab turamiz. Boshladik. Stop. Ishtirokchimiz bizni tark etdilar, lekin o'z bonuslarini topshiramiz. Ishtirok uchun rahmat. 1 2 3 boshladi. Stop. Akaga bir marotaba. Agar savatga to'p tushmasa, o'yinni mutlaq tark etadi. Ko'ramiz, qo'llab turamiz. Juda ham ajoyib o'yin. 5 ta ishtirokchimiz qoldi. Qani ko'ramiz. Pul yutuqimiz kimga nasib qiladi? 1 2 3 boshladik. To'xtat. Qani ishtirokchimizga bir marotaba savatga to'p tushirishga imkoniyat beramiz. To'rt dona ishtirokchimiz keyingi shartga qabul qilamiz. Mana bu idishdagi suv ko'rib turibsizlar, 205 gram turibdi. Ichib turib qo'yadi. Kimiki shu suvga yaqin gram kelsa, o'sha o'yinimiz g'olibi bo'ladi. Ikkita ishtirokchimiz bu o'yinda qoladi, ikkita ishtirokchimiz mutlaq tark etadi. Birinchi ishtirokchimiz qanchalik yaqin keladilar? Davay, Omar. Qani ko'ramiz. Ko'rish imkoniyati bor. Qani ko'ramiz. Juda ham ajoyib. Qo'llab turamiz.
ishtirokchimiz o'yini ko'ramiz. Qani ko'ramiz. Qani ko'ramiz. Abdulla aka. Qani Abdulla aka. Afsuski ishtirokchimiz bilan ko'ramiz. Qo'llab turamiz. Ko'ramiz. Tugata akasi. Ishonasiz qani? Ishonaman, albatta. 200 So'nggi shartimiz 1 million so'mni mutlaq g'olibini aniqlash uchun bananni xohlagan joylarida mana bu shaklda kesishadi va taroziga qo'yishadi. Ertaga 9 grammga razisa qilyapti. Kimiki yaqin kelsa mutlaq g'olib bo'ladi. Xohlagan bananni tanlab olishlari mumkin. Qani ko'ramiz. Abrorbek. 1 million pulimizni G'olib. egasi kim bo'ladi? G'olibi 5 5 grammga adashdilar. So'nggi ishtirokchimiz, balki bu yoq kishim g'olibimiz bo'ladi. Qani ko'ramiz. 1 million so'm g'olibi kim? Javohir. Qani ko'ramiz. Ko'chasi hisoblanadi. Qani ko'ramiz. Qani ketdi. 5. Tabriklaymiz, o'yinimiz mutlaq g'olibi. 1 million so'm mukofot bilan taqdirlaymiz. Gap yo'q. Bizni yaqindan qo'llab turgan oqibat mahsulotlariga kattakon rahmat. O'yin haqida fikringiz? O'yin haqqoniy bo'ldi, hammasi hamma ko'rib turdi. Zo'r, ishonchli. Keyingi o'yinimizda ishtirokchi albatta siz bo'lishingiz mumkin. Oqibat mahsulotlaridan tatib ko'ring va chaqib ko'ring.